Feruza Normatova muhabbati haqida ilk bor ochiq gapirdi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Aktrisa Feruza Normatova Instagram sahifasi orqali muxlislardan kelgan savollarga javob berdi. Qanday qilib aynan shu inson turmush o'rtog'ingiz bo'lishi kerakligini tushungansiz? Har doimgidan ham ko'ra ko'proq himoyaga muhtoj bo'lgan vaqtimda fevral oyida aynan turmush o'rtog'im chet davlatlarda bo'la turib meni himoya qilgan. U paytda yaqin emas edik. Shundan so'ng meni 6 oy davomida kuzatib yurgan ekan. So'ng avgust oyining oxirlarida ko'rishishni taklif qildilar. Kerakli vaqtda meni himoya qilganlari uchun u insonga ishonib, dugonam bilan uchrashuvga chiqqanman. Turmush o'rtog'ingiz bilan hali yaqindan tanish bo'lmagan vaqtingiz xayolingizdan shu inson umr yo'ldoshim bo'lsa edi degan fikr o'tganmi? Bunday fikr o'tishiga ulgurmaganman. Ko'rishganimizdan keyin menga uylanmoqchi ekanliklarini aytgan. Men uchun birinchi o'rinda ota-onam roziligi bo'lgani uchun kelib 4 kun ichida otamning roziligini olganlar. Shundan so'ng bo'ldi, meni turmush o'rtog'ing deb tasavvur qil. Sal noto'g'ri xatti-harakat sezsam mendan yaxshilik kutma deganlar. Hayotimda birinchi marta bu kabi bir so'zli erkakni uchratganim uchun shokka tushib qolib, ancha vaqtgacha hech narsaga tushunmay yurganman. Endi aktrisalik faoliyatingiz to'xtaydimi? Vaynlarda suratga tushmaysizmi? Yo'q, endi vaynlar olmayman. Rolni esa faqat turmush o'rtog'imga o'ynayman, deydi u. Ma'lumot uchun 36 yoshli Feruza Normatova 2025-yilning 15-oktyabrda 23 yoshli Oloyor Abdushukurovga turmushga chiqqan. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang.